Hozir Samarqand Norbuloqqa keldik. Obyektimizni mana topshirdik. Shohruz aka mana klinikalarini bitirib, chiroyli qilib, bugun mana finishi, ishni topshirdik. Oka, ishchi sifatiga mana o'zingiz bitta baho berib qo'yasiz, bolalarning ishlariga. Hali xo'ja akani ishlariga gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy bino va inshootlar fasadlari go'zalligi bo'yicha zo'r, haqiqiy go'zallik. Bolalarga nima deysiz? Misol ishlagan bolalarni tezmi, sekinmi, qanaqa? Bolalaringiz ishiga gap yo'q. Masalan, haqiqiy nima deydi, mutaxassislar ekanda. Bino bo'yicha masalan botoks qilinayotgan joylar, botokslar, kosmetolog hammasi ichida gap bo'lishi mumkin. Xullas, hammasi zo'r aka. Shikoyat yo'q bizga. Endi bu yoqda hozir bular klinika haqida yana to'liqroq ma'lumot beramiz. Bu yoqda shifobaxsh suv chiqargan, darmonli suv, o't qobit, bo'g'im og'riqlari, ko'p juda ham kasalliklarga davo ekan. Kimga shunaqa klinika haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, profillarni pastda qoldiramiz, nomerlari bilan aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.